Uyda tayyorlangan bu pryaniklar ko'chanikidan ancha yumshoq va mazali chiqadi. Hozir sizlarga buni tayyorlanishini o'rgatib qo'yaman. Demak, zavarnoy xamir tayyorlash uchun idishga 300 ml issiq sut, 300 g shakar, 150 g un solib, hammasini aralashtirib turgan holda eritib olamiz. Iligan massiga 2 ta tuxum sarig'i hamda 1 ta tuxum, ajratib olgan tuxum oqini sovutgichga olib qo'yib turamiz, haliroq bizga kerak bo'ladi. Ketidan 60 ml o'simlik yog'i, sifatli hamda ishonchli Angel brendini bitta upakovkadan razrixli etil va vanilin shakaridan qo'shib, choy qoshiq uchida tuz solamiz. Massani yaxshilab aralashtirib, elakdan oliy nafli sifatli to'ron unidan o'tkazamiz. Umumiy hisobda ushbu xamir uchun men 700 g un sarfladim. Xamir bilan ishlash osonroq bo'lishi uchun qo'limizni nomiga yog'lab olamiz. Xamirni teng 2 ga bo'lib, unlangan stolda 1-2 sm qalinlikda ochib olishimiz kerak. Yoyilgan xamirdan diametri 5 sm qolip bilan dumaloqchalarni kesib, kesilgan xamirlarni pishiriq qog'oz solingan listga orasini ozgina ochib taxlaymiz. Pryaniklarimiz 180 darajada qizib turgan duxovkada och tilla rangga kirguncha taxminan 20-25 daqiqa pishiriladi. Bu orada olib qo'ygan 2 ta tuxum oqimizni 200 g shakar bilan ko'pirtirib olamiz. Ko'pirgan tuxumga pryaniklarimizdan tuxum hidi kelmasligi uchun 1-2 osh qoshiq limon suvini qo'shib olishimiz kerak. Tayyor glazurimiz mana shunaqa xuddi nisholdaga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Endi sovigan pryaniklarni glazurga belab olamiz. Ustiga yupqaroq qavat glazur qilsangiz tezroq qotadi. Tuxumli glazurni qotirib, unga termik ishlov berishimiz uchun 70 gradus qizigan konveksiya rejimida yoqilgan duxovkada 30 daqiqa quritib olishimiz kerak bo'ladi. Agar duxovkangizda konveksiya rejimi bo'lmasa, duxovkani eshigini ozgina ochiq qoldirib 70 gradusda quritasizlar. Pryaniklarimiz usti qotib tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, ichi yumshoqqina, choy yoki kofe bilan ideal. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman.